Mana do'stlar, o'sha ko'k yo'talga, bronxilni astmasi borlarga juda ko'pchilik so'rabdi. Uy sharoitida bronxilni astma, bronxitga, ko'k yo'talga, shamollashlarga giyoh aytib o'ting deb juda ko'pchilik yozibdi, birodarlar. Mana shu Shandra degan giyoh. Deyarli hamma joydan topsangiz bo'ladi. Mana sivejiz o'sib yotib tog'larda. Buni sivejizni topolmasangiz, bozorlarga borsangiz quritilgani bor. Buni sivejisini soyaga quritib, bir choy qoshiqini 200 grammga damlab, ertalab azonda kechqurun uxlashdan oldin kuniga 1-2 mahal iste'mol qilsangiz agar, xudo xolasa mana degan yo'tal, bronxilni astma, ko'k yo'tal, allergik yo'tal bo'ladimi? Tomoq yo'lidagi shamollashlar, balg'am ko'chirishga juda zo'r. Tanadagi balg'amlarni chiqarib beradigan xususiyatga birodarlar, bronxillar balg'am ko'chiradigan giyoh qidirib beradi. Yo'taldan qiynab, astma, bronxilni astmadan. Mana shu Shandra giyohidan bepul uy sharoitida birodarlar do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Mana shuni damlab iching, xudo xolasa yo'tal, bronxilni astma, ko'k yo'tal hammasidan qutulasiz. Sinovdan o'tgan kitobdan olib aytyapman. Birodarlar, mana tabiat